doktor davolab beradimi, tabiblar davolab beradimi? Muhimi insonlar sog'aysin, tuzalsin, natija olsin. Menga shu muhim. Men eng xursand bo'ladiganim hozir doktorlar ham даже giyohlarni aytib chiqyapti. Yo'q. Ko'rsangiz, men Instagramda doktorlarimiz ham giyohlarni maqtab, targ'ib qilib chiqishyapti. Bu o'sha tabobat kuchi giyohlar hamma joyda tan olinayotgani. Lekin eng yomoni shu, men o'zim kommentariyalarni o'qisam, shu doktorlar tomonidan ham sizga tosh otilganlari bor-da. Ha, endi u xatoda, qarang, doktorlarning ham vazifasi insonlarni davolab berish. Tabiblarni ham, tabobatni ham davolash insonlarning vazifasi. Nima farqi bor? Doktor davolab beradimi? Tabiblar davolab beradimi? Muhimi insonlar sog'aysin, tuzalsin, natija olsin. Menga shu muhim. Men hech kimni qoralamayman. Negativlar har doim bo'lgan, har bir sohada bo'lgan. To'g'ri aytsam, men kommentariyalarga o'zim maqtovlarni eshitishga vaqtim yo'q. Rahmatlarga qarashga vaqtim yo'q. Sizlar masalan mutaxassislarim orqali yetib keladi. Yaxshi gaplar, duolar ham, boshqalar ham adminlarim orqali yetib keladi. Negativlarga umuman qarashga vaqtim yo'q, to'g'risi. Ha, demak hammaga o'ziga insof bersin. Insof bersin, kuzatib borishsin. Xudo xolasa men bu ishni qanaqadir hayp uchun, qanaqadir prosmotr uchun, подписчик uchun unaqa men bloger ham emasman, boshqa ham emasman. Men haqiqatdan tabibman. Xudo xohlasa bu ishimni ustida izlanaman, o'qiyman. Necha yillar shu sohada ketmoqchiman. Natijalar. Qarang, bu soha demak siz uchun pul topish uchun emas, biznes emas, to'g'rimi? Biznes emas. Biznes Pul emas. topish emas. Men shu insonlarni davolasa, natija olsa bo'ldi. Chet davlatlarga borib, operatsiya qildirib qiynalgan insonlar qanchadan qancha. Masalan, qurib yetmaydigan shu tabobat kuchini ularga ko'rsatib, tabobatni rivojlantirishga hissa qo'shish. Maqsadim shu. Xudo xohlasa, xuddi mana hozir meditsinskiy klinikalar qanaqa ko'p. Kelajakda shunaqa tabobat bilan, tabiiy giyohlar bilan davolaydigan klinikalar shunaqa ko'p bo'lishini xohlayman. Xudo xolasa niyatlaringizga yeting. Inshaalloh. Nima deymiz, kuzatib turishda davom etishsin. Albatta. Xudo xolasa bundan-da ajoyib natijalar bilan sizni kutib qolamiz. Faqat vaqt kerak, sabr kerak. Men aytganman har doim, men sabrligina insonlarni davolayman. Albatta. Sabrli, intizomli, sabrli insonlar natijaga chiqamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Negativchilar ham, kuzatuvchilar ham sabrli bo'lib turishsin. Albatta.